Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan boshlab poliklinika, dorixona va kasalxonalarda tartiblar yangicha ishlay boshladi yoki bosqichma-bosqich yangilanmoqda. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Bolasi bor ota-onaga ham, nafaqadagi ota-onasini davlatayotgan farzandga ham, surunkali kasalligi bor bemorga ham, oddiy shamollab poliklinikaga boradigan odamga ham. Chunki endi shifokorga kirish, retsept olish, dorini dorixonadan xarid qilish, kasalxonaga yotish va bepul yoki imtiyozli xizmatlardan foydalanishda avvalgidek og'zaki kelishuv emas, ko'proq elektron tizim, hujjat va yo'llanma muhim bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men sizga qaysi holatda xavotir olish kerak, qaysi holatda esa odatdagidek murojaat qilaverish mumkinligini aniq misollar bilan aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday o'zgarishlarni o'z vaqtida bilgan odam ortiqcha pul sarflamaydi, navbatda bekorga yurmaydi va o'z haqini talab qila oladi. Avval ko'pchiligimiz tibbiyot tizimiga juda oddiy qarardik. Kasal bo'lsak, poliklinikaga boramiz, shifokor qog'ozga retsept yozib beradi. Dorixonadan dori olamiz. Ahvol og'ir bo'lsa kasalxonaga yotamiz. Lekin amalda bu jarayonda juda ko'p chalkashliklar bor edi. Kimdir ro'yxatda qayerda turishini bilmasdi. Kimdir bepul berilishi kerak bo'lgan dorini pulli sotib olardi. Kimdir yo'llanmasi shifoxonaga borib, joy yo'q degan javobni eshitardi. Kimdir esa qaysi xizmat davlat hisobidan, qaysi xizmat pulli ekanini tushunmagani uchun ortiqcha to'lov qilardi. Yangi tartiblarning asosiy maqsadi shuki, bemorning yo'li aniq bo'lsin, shifokor yozgan tavsiya tizimda ko'rinsin, dorixonada berilgan dori nazorat qilinsin. Kasalxonaga yotqizish esa imkon qadar asosli va shaffof bo'lsin. Men buni oddiy qilib aytaman. Endi kimni taniysan degan savol emas, tizimda yo'llanmang bormi, retseptingiz bormi, hujjatingiz to'g'rimi degan savol muhimlashadi. Eng katta o'zgarishlardan biri poliklinika birinchi bo'g'in sifatida yanada muhim rol o'ynashidir. Ya'ni ko'p holatda odam avval oilaviy shifokor yoki terapevtga murojaat qiladi. U bemorni ko'radi, tahlilga yuboradi. Kerak bo'lsa tor mutaxassisga yo'llanma beradi. Zarur bo'lsa kasalxonaga yotqizish masalasini ko'taradi. Bu oddiy tartibdek ko'rinsa ham bemor uchun juda katta ahamiyatga ega. Chunki to'g'ri boshlangan yo'l keyingi xarajatlarni kamaytiradi. Dorixonalar bo'yicha ham nazorat kuchaymoqda. Retsept bilan berilishi kerak bo'lgan dori vositalarini shunchaki berib yuborish amaliyot asta-sekin cheklanadi. Ayniqsa antibiotiklar, kuchli ta'sir qiluvchi dorilar, gormonal preparatlar, ayrim og'riq qoldiruvchilar va surunkali kasalliklarda ishlatiladigan xavfli guruhdagi vositalar bo'yicha ehtiyotkorlik oshadi. Sababi juda oddiy. Odamlar ko'pincha o'zicha antibiotik ichadi. Bosim dorisini qo'shnisining tavsiyasi bilan almashtiradi. Bolaga kattalar dorisini bo'lib beradi. Natijada kasallik cho'ziladi, jigar va buyrakka zarar yetadi. Allergiya chiqadi yoki dori ta'sir qilmay qoladi. Kasalxonalarda esa yo'llanma, navbat, ko'rsatma va hujjat masalalari aniqroq bo'ladi. Bemorni shunchaki yotib davolanib olay degan istak bilan emas. Tibbiy ko'rsatma bo'lsa yotqizish kerak. Bu ayrimlarga noqulay tuyulishi mumkin, lekin tizimning maqsadi shifoxonadagi o'rinlarni haqiqatan og'ir bemorlarga, operatsiya yoki doimiy kuzatuvga muhtoj odamlarga ajratishdir. Birinchi navbatda surunkali kasalligi bor odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, sizda qandli diabet bo'lsa, har oy insulin yoki qonni tushiruvchi dori olsangiz, endi poliklinikadagi ro'yxatingiz, tashxisingiz, shifokor tavsiyasi va retseptingiz tartibli bo'lishi juda muhim. Agar siz yillar davomida men shu dorini ichaman deb dorixonadan o'zingiz olib yurgan bo'lsangiz, bir kuni dorixona sizdan retsept so'rashi mumkin. Shunda asabiylashmasdan oilaviy shifokorga borib, doimiy kuzatuv kartangizni tartibga keltiring. Ikkinchi guruh arterial bosimi bor, yurak kasalligi bor, insult yoki infarkt o'tkazgan bemorlar. Bunday odamlar dorini uzib qo'ymasligi kerak. Masalan, 62 yoshli otaxon har kuni bosim uchun 3 xil dori ichadi deylik. Avval farzandi dorixonaga borib, otam shu dorini ichadi deb olib kelgan. Yangi tartibda ayrim preparatlar uchun retsept so'ralishi mumkin. Agar retsept bo'lmasa, dorixonachi bermasligi yoki shifokorga murojaat qilishni aytishi mumkin. Bu holatda dorixonachi yomonlik qilyapti deb o'ylamaslik kerak. U ham qoidaga amal qilyapti. To'g'ri yo'l poliklinikaga borish, bosim kundaligini ko'rsatish, shifokordan davolash rejasini yangilatish va kerakli retseptni olish. Uchinchi guruh bolali ota-onalar. Bolaga dori berishda xavf har doim katta. Masalan, bola isitmaladi, onasi qo'shnidan eshitgan antibiotikni beradi.
2 kun o'tadi, isitma tushmaydi, keyin boshqa antibiotik boshlaydi. Bu juda xavfli. Yangi tartibda bolalar uchun antibiotik yoki kuchli preparatlarni retseptsiz olish qiyinlashsa, bu aslida bolani himoya qiladi. Ota-ona poliklinikaga borib, pediatr ko'rigidan o'tkazishi, bolaning vazniga qarab doza olish kerak. Chunki 12 kilogramli bola bilan 25 kilogramli bolaning dorisi bir xil bo'lishi mumkin emas. 4-guruh tez-tez kasalxonaga yotadiganlar yoki operatsiya kutayotganlar. Masalan, tizzasi og'rigan bemor travmatologga, ko'zi xiralashgan oftalmologga, o't pufagida tosh bor bemor jarrohga boradi. Endi ular uchun yo'llanma, tahlillar va navbat masalasi muhim. Agar siz shunchaki kasalxonaga borib, meni yotqizinglar desangiz, sizni qaytarishlari mumkin. Lekin poliklinika orqali yo'llanma bilan, zarur tahlillar bilan borsangiz, jarayon ancha tartibli kechadi. Xavotir olmasligi mumkin bo'lganlar ham bor. Masalan, oddiy profilaktik ko'rikdan o'tmoqchi bo'lsangiz, poliklinikangizga murojaat qilaverasiz. Yengil shamollash, maslahat, tahlilga yo'llanma, emlash, patronaj hamshirasi xizmati kabi birlamchi xizmatlar odatda poliklinika orqali davom etadi. Lekin bu yerda ham hujjatingiz, yashash manzilingiz va qaysi oilaviy shifokorga biriktirilganingizni bilib olish foydali. Birinchi misol, 45 yoshli ayolning boshi og'riydi. Qon bosimi 30 ga chiqadi. U dorixonaga borib, bosimga kuchliroq dori bering deydi. Avval dorixonachi biror dori tavsiya qilib yuborgan bo'lishi mumkin edi. Endi to'g'ri yondashuv bunday emas. Chunki bosim dorisi yurak urishi, buyrak holati, qand, homiladorlik ehtimoli boshqa ichayotgan dorilar bilan bog'liq. Unga dorixonada vaqtincha maslahat berilishi mumkin, lekin asosiy yo'l poliklinikada ko'rikdan o'tishdir. Agar u shifokorga borib, EKG, umumiy tahlillar va bosim nazoratidan o'tsa, unga mos dori tanlanadi. Natijada u bir oyda 3 xil dorini sinab, 300 ming so'm sarflab yurmaydi. Balki to'g'ri davoni oladi. Ikkinchi misol, 7 yoshli bola yo'taldi. Otasi dorixonadan antibiotik olmoqchi bo'ladi. Dorixonachi retsept so'raydi, ota jahli chiqadi. Oldin berardinglar-ku deydi. Lekin men ekspert sifatida aytaman. Bu yerda bolaning foydasi bor. Chunki yo'talning sababi virus bo'lishi mumkin, allergiya bo'lishi mumkin, bronxit bo'lishi mumkin. Hatto burundan oqayotgan suyuqlik tomoqni qitiqlashi ham mumkin. Antibiotik faqat bakterial holatda kerak bo'ladi. Shifokor bola o'pkasini eshitadi, tomog'ini ko'radi, kerak bo'lsa tahlil qiladi va shundan keyin retsept yozadi. Bu bolani keraksiz doridan himoya qiladi. 3-misol, 7 yoshli buvining qandli diabeti bor. U har oy dori oladi. Lekin poliklinikadagi kartasida oxirgi ko'rik 1 yil oldin yozilgan. Endi dorini olishda muammo bo'lishi mumkin. Nima qilish kerak? Buni poliklinikaga olib borish, endokrinolog yoki oilaviy shifokor ko'rigidan o'tkazish, qondagi qand darajasi bosim, buyrak ko'rsatkichlarini tekshirtirish kerak. Shundan keyin dori rejasi yangilanadi. Agar imtiyozli dori olish huquqi bo'lsa, bu ham hujjatda aks etishi kerak. 4-misol, erkak kishi bel og'rig'i bilan kasalxonaga yotmoqchi. U o'ylaydi, kasalxonada ukol olib yotsam tez tuzalaman. Lekin bel og'rig'ining hammasi kasalxonaga yotish uchun sabab emas. Agar oyoqda kuchsizlik, siydik ushlay olmaslik, yuqori isitma, travma yoki boshqa og'ir belgilar bo'lmasa, ko'pincha ambulant davolash yetarli. Shifokor dorilar, fizioterapiya, mashqlar va kuzatuv belgilaydi. Kasalxonadagi o'rin esa operatsiya yoki jiddiy nevrologik belgisi bor bemorga kerak bo'lishi mumkin. Eng muhim istisno shoshilinch holat. Agar odamning ko'kragi qattiq og'risa, hushidan ketsa, nafas olishi qiyinlashsa, insult belgilari bo'lsa, kuchli qon ketish bo'lsa, bola tirishsa, homilador ayolda xavfli belgilar bo'lsa, siz yo'llanma qidirib yurmasligingiz kerak. Bunday holatda tez yordam chaqiriladi yoki shoshilinch qabul bo'limiga murojaat qilinadi. Shoshilinch tibbiy yordamda asosiy mezon hujjat emas, bemorning hayoti va ahvoli. Ikkinchi nozik jihat. Elektron tizim har doim ham bir kunda ideal ishlamaydi. Ba'zan internet bo'lmasligi, bazada ma'lumot chiqmasligi, shifokor kiritgan yozuv dorixonada ko'rinmasligi mumkin. Bunday vaziyatda janjal qilishdan foyda yo'q. Siz muloyim, lekin qat'iy bo'ling. Iltimos, mening retseptim tizimda ko'rinmayapti. Poliklinika bilan bog'lanib aniqlashtirib berasizmi deb so'rang. Zarur bo'lsa shifokordan retsept raqami sana, preparat nomi va dozasi yozilgan ma'lumotni qayta tekshirtiring. 3-nozik jihat. Dori nom bilan faol modda nomi farq qiladi. Ko'p odamlar faqat reklamadagi nomni biladi. Masalan, bir dorining savdo nomi boshqa, ichidagi faol modda boshqa bo'ladi. Shifokor retseptda faol moddani yozishi mumkin,
Dorixonada esa shu moddaning turli ishlab chiqaruvchilardagi shakllari bo'ladi. Narx ham farq qiladi. Biri 25 ming so'm, boshqasi 40 ming so'm, yana biri 20 ming so'm bo'lishi mumkin. Siz dorixonachidan shu retseptdagi faol moddaning arzonroq ro'yxatdan o'tgan muqobili bormi deb so'rashga haqlisiz. Lekin o'zboshimchalik bilan dozani almashtirmang. 4-nozik jihat. Bepul va imtiyozli xizmatlar hamma uchun bir xil emas. Kimdir nogironligi bo'yicha imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Kimdir ijtimoiy himoya ro'yxatida turadi. Kimdir ma'lum kasallik bo'yicha doimiy dori bilan ta'minlanadi. Kimdir esa umumiy tartibda xizmat oladi. Shuning uchun qo'shningizga bepul berilgan dori sizga ham avtomatik bepul beriladi degani emas. Buni poliklinikadagi mas'ul xodimdan, oilaviy shifokordan yoki tibbiy muassasa ma'muriyatidan aniqlashtirish kerak. 5-nozik jihat. Xususiy klinika va davlat poliklinikasi hujjatlari har doim ham bir-birini to'liq almashtirmaydi. Xususiy klinikada tekshiruvdan o'tgan bo'lsangiz, natijalarni albatta olib boring. Lekin davlat tizimida kasalxonaga yotish yoki imtiyozli dori olish uchun poliklinika shifokori ushbu natijalarni ko'rib, rasmiy yo'llanma berish kerak bo'lishi mumkin. Demak, men xususiyda MRT qildirdim. Endi to'g'ri kasalxonaga yotaman deb o'ylamang. Yo'lni to'g'ri rasmiylashtiring. 6-nozik jihat. Dorini qaytarish va almashtirish masalasi. Dori oddiy mahsulot emas. Agar siz noto'g'ri dori olib qo'ysangiz, uni qaytarish hamisha ham oson bo'lmaydi. Shuning uchun dorixonaga borishdan oldin retseptdagi nom, doza, tabletka soni, qabul qilish tartibini aniqlashtiring. Masalan, kuniga bir mahal 5 mg bilan kuniga 2 mahal 10 mg mutlaqo boshqa yuklama bo'lishi mumkin. Xatolik sog'liq uchun xavfli. Birinchi qadam, qaysi poliklinikaga biriktirilganingizni aniqlang. Pasport yoki ID karta, yashash manzilingiz. Telefon raqamingiz bilan o'z hududingizdagi oilaviy poliklinikaga boring. Registratordan yoki mas'ul xodimdan men qaysi oilaviy shifokorga biriktirilganman deb so'rang. Agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa, ro'yxatni yangilash kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, doimiy kasalligingiz bo'lsa, hujjatlaringizni bir papkaga yig'ing. U yerda pasport nusxasi, avvalgi tahlillar, UZI, MRT, rentgen javoblari, shifoxonadan chiqish varaqalari. Ichayotgan dorilar ro'yxati bo'lsin. Dorilar ro'yxatida nomi, doza kuniga necha mahal ichilishi va qachondan beri qabul qilinayotgani yozilsin. Shifokorga borganingizda hammasi kartada bor deb ishonib qolmang. Amalda bemor o'zi tartibli bo'lsa, davolanish ham tezlashadi. 3-qadam, shifokordan aniq yozma tavsiya so'rang. Men har doim bemorlarga aytaman, dorini qanday ichaman degan savolni uyga borgandan keyin emas, shifokor xonasida bering. Retseptda dori nomi, doza, qabul qilish vaqti, necha kun ichilishi aniq bo'lsin. Masalan, ertalab ovqatdan keyin tabletka 10 kun yoki kechqurun mahal doimiy bosim nazorati bilan kabi. Agar tushunmasangiz, uyalmay qayta so'rang. 4-qadam, dorixonada chek oling va qadoqni tekshiring. Dori nomi, yaroqlilik muddati, qadoq butunligi, dozasi retseptga mosligini ko'ring. Agar shifokor 5 mg yozgan bo'lsa, 1 mg olib. Yarmini ichaman deb o'zingiz qaror qilmang. Avval shifokor yoki farmatsevt bilan aniqlashtiring. Ayniqsa yurak, qon suyultiruvchi va gormonal dorilarda bu juda muhim. 5-qadam, kasalxonaga yotish kerak bo'lsa, yo'llanmani to'g'ri rasmiylashtiring. Oilaviy shifokor yoki mutaxassisdan yo'llanma oling, kerchakli tahlillar ro'yxatini so'rang, qaysi kunda va qaysi bo'limga borishni aniqlang. O'zingiz bilan ID karta, yo'llanma, tahlillar, avvalgi kasallik tarixlari, doimiy ichadigan dorilaringizni olib boring. Agar navbat bo'lsa, navbat raqami yoki yozuvni tasdiqlovchi ma'lumotni saqlab qo'ying. 6-qadam, sizdan tushunarsiz to'lov so'ralganda darhol savol bering. Bu xizmat pulimi yoki davlat hisobidanmi? To'lov bo'lsa, kassa orqali to'layman, chek berasizmi deb ayting. Rasmiy to'lov bo'lsa chek bo'ladi. Agar kimdir buni alohida hal qilamiz desa, ehtiyot bo'ling. Bemor sifatida siz xizmat turi, narxi va asosini bilishga haqlisiz. 7-qadam, shikoyat qilishdan qo'rqmang, lekin to'g'ri yo'l bilan qiling. Avval bo'lim mudiri yoki poliklinika ma'muriyatiga murojaat qiling. Muammo hal bo'lmasa, tuman yoki shahar sog'liqni saqlash bo'limiga, tegishli ishonch telefonlariga yoki rasmiy murojaat platformalariga yozing. Murojaatda is-tuyg'u emas, faqat yozing. Sana joy, shifokor yoki xodim lavozimi nima bo'lgani, sizdan nima so'ralgani, siz nimani talab qilayotganingiz. Masalan, falanja kuni poliklinikaga murojaat qildim. Retsept tizimga kiritilmagani sababli dorixonadan dori ola olmadim.
retseptni qayta rasmiylashtirib berishingizni so'rayman. 8-qadam o'zingiz davolashni kamaytiring. Men buni alohida ta'kidlayman. Yangi tartiblarning eng katta foydasi odamlarni xavfli o'zboshimchalikdan qaytarishidir. Antibiotikni isitma tushirish uchun ichish, ukolni tezroq ta'sir qiladi deb so'rash, bosim dorisini qo'shnidan ko'chirish, bolaga kattalar dorisini berish, homiladorlikda retseptsiz preparat qabul qilish juda xavfli. Endi tizim buni nazorat qilsa, bu sizga qarshi emas, sizning xavfsizligingiz uchun. Yana bir muhim maslahat, shifokor bilan hamkor bo'ling. Ko'pchilik shifokorga boradi-yu, ichayotgan dorilarni yashiradi yoki esimda yo'q deydi. Bu noto'g'ri. Masalan, siz qon suyultiruvchi dori ichayotgan bo'lsangiz va stomatologga buni aytmasangiz, tish oldirishda qon ketish kuchayishi mumkin. Siz qon dorisi ichib och qo'ringa tahlil topshirayotgan bo'lsangiz, shifokor buni bilishi kerak. Tibbiyotda mayda detal yo'q. Demak, 2 avgustdan keyingi yangi tartiblarning mazmuni shundan iborat. Poliklinika orqali yo'l aniqroq bo'ladi. Dorixonalarda retsept va xavfsizlik talabi kuchayadi. Kasalxonaga yotish esa tibbiy ko'rsatma va hujjatlar asosida tartiblanadi. Bu ayrim paytda noqulay tuyulishi mumkin, lekin to'g'ri ishlasa bemor ortiqcha dori ichmaydi, keraksiz xarajat qilmaydi. Bepul yoki imtiyozli xizmatdan foydalanish imkoniyatini yaxshiroq biladi. Mening sizga eng asosiy tavsiyam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Oilaviy shifokoringizni biling. Retseptsiz kuchli dori ichmang. Kasalxonaga borishdan oldin yo'llanma va tahlillarni aniqlang. Har bir to'lov uchun rasmiy izoh va chek so'rang. Sizning hududingizda bu o'zgarishlar qanday sezilyapti? Poliklinikada navbat kamayaptimi yoki ko'payaptimi? Dorixonada retsept so'rashdimi? Kasalxonaga yotishda yo'llanma bilan bog'liq muammo bo'ldimi? Izohlarda albatta yozing. Men eng ko'p uchrayotgan savollar bo'yicha keyingi videoda alohida tushuntirish beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki sog'liq bo'yicha to'g'ri ma'lumotni vaqtida bilish ba'zan pulni ham, vaqtni ham, eng muhimi inson salomatligini ham saqlab qoladi.